Ish. Dunyoda birodarlar, g'arbiga qarasangiz ham, sharqiga qarasangiz ham katta bir zavodga o'xshab qolgan bu dunyo. Hech kimni bo'sh vaqti yo'q. Na otasini ziyorat qilgani vaqti bor, siyla rahim qilishlikka bir vaqti bor, na charchagani vaqti bor, na dam olishga vaqti bor. Musulmonlar shunaqa bo'ladimi? Endi qo'l boqimni insonni fikr qilishlikka imkoniyati bo'ladi. Nimaga keldi dunyoga? Kim u? Agar tog'da qo'l boqib yurib, qabristonda oldidan o'tadigan bo'lsa, qabrlarga ko'tarib fikr qiladi. Mana bu boyroq odamning qabri ekan. Bu ham o'libdi. Mana bu yosini ham qo'yib qo'ymabdi. Kambag'al ekan, demak bu ham o'libdi. Men ham o'laman ertaga. Fikr qilishga fursat bo'ladi. Ana shu bir xotirjamlik, fikr qilishga fursat yo'qligi insonlarning qalbini qatirib tashlayapti. Bunday insonda tinimsiz ish bo'ladi, g'aflat bo'ladi, o'lim kelgunicha dunyo matosiga bo'lgan hirs bo'ladi. Ishlash yaxshi birodarlar, ishlash kerak, ammo uni haddi chegarasi bo'lishi kerak.